Assalomu alaykum, Toshkent dengiz oromgohi kuzatuvchilari. Sanatoriyamizga kedroviy bochka keltirildi. Gidroviy bochkamiz asosan nevrologik kasalliklarda, mushak va bo'g'im kasalliklarida terining holatini yaxshilash uchun ortiqcha vazndan, metabolizmdan xalos bo'lishda yaxshi yordam beradi. Nevroz, stress, depressiya, uyqusizlik, umurtqa osteoxondrozlari, radikulit, artrit, artroz, revmatoid kasalliklarida mushaklar zo'riqqanda bo'shashtirish xususiyatlari bor. Ahvolingiz yaxshimi? Hech narsa bezovta qilmayaptimi? Yo'q, hammasi yaxshi. Nimadir kerak bo'lsa murojaat